ustiga yuk ko'tarib ketayotgan, kitob ko'tarib ketayotgan eshakka o'xshaydi. Kitoblarni olib qo'yib qum solib qo'ysangiz ham bilmaydi. Qumni olib qo'yib go'ng solib qo'ysangiz ham bilmaydi. Ustida og'ir yuk bor, ketaveradi. Shuni Alloh taolo o'xshatgan, tashbih qilgan. Shuning uchun olimlarimiz aytadi, insonni bu mahluqotlarni Xudo bekorga yaratmagan. Bir yomon mahluqlar bor. Shularga odam o'xshamash kerak. Yaxshi mahluqotlar bor, shunga odam o'xshash kerak. Shuni eslab qoladiganimiz, iloji bo'lsa inson asalariga o'xshashimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'minning misoli xuddi asal dedilar. Shoshqaloqning misolini otga o'xshatdi. Sekin yuradigan odamni tuyaga o'xshatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir cho'lga ot shashilib ketdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shoshqaloqning misoli innal munbatta, shoshqaloq odamning misoli otga o'xshaydi. Boshida chop bo'ladi, cho'lni ichida ko'rsanglar ot yura olmaydi.